Rossiyada o'tkazilgan reyd davomida migrant halok bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. 27-iyun kuni Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Federal xavfsizlik xizmati tomonidan ozarbayjonliklar yashaydigan manzillarda o'tkazilgan reydlar oqibatida Ozarbayjon Respublikasi fuqarolari vafot etdi. Bu haqda Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, 27-iyun kuni ertalab Rossiya FXX tomonidan Yekaterinburgdagi ozarbayjonliklarga qarshi olib borilgan reydlar davomida 9 kishi hibsga olingan. Ma'lum qilinishicha, operatsiya davomida yaralanganlar va vafot etganlar bor. Yekaterinburgdagi ozarbayjonlar uylariga uyushtirilgan reyd oqibatida yurtdoshlarimiz halok bo'lgani, ayrimlarning og'ir tan jarohati olgani, 9 kishi hibsga olingani munosabati bilan chuqur tashvish bildiramiz, deyiladi bayonotda. Shuningdek, rasmiy Baku aybdorlarni tezroq topish va ularga chora ko'rishni talab qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Nijniy Novgorodning yashirin joyidan portlovchi qurilmalar o'rnatilgan dronlarni olib chiqib, ularni mintaqaning neft-kimyo sanoati korxonalaridan biriga qarshi ishlatmoqchi bo'lishda gumonlangan 2 markaziy osiyolik hibsga olish paytida otib o'ldirilgan edi.